Bitta zapravkada trassada 700 ta shahar ichiga 550-600 kilometrni dirz uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. 65 talik gaz balon original jihozlari bilan super mega skidka narxida ustanovka qilib berildi. Xo'p, agar mashinangiz texpasporti bor bo'ladigan bo'lsa, onlayn dokumentlari bilan registratsiya qilib, cho'tki qilib ustanovka qilib beriladi. Bu avtomobilimizga qo'yilgan jihozlar bilan bitta tanishtirib o'tamiz. Blok upravlение original Alex Optima Pico blok upravleniyasi original polshalik ustanovka qilib berildi. Elektron sistema, matdachik, suvdachik, pulchatlagacha polshaniki hisoblanadi. Original Royal italyanskiy farsumka original italyanskiy shlankalari bilan original etiket turetskiy reduktorlar bilan ustanovka qilib berildi. Kimga shunday sifatli, ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bemalol narxini yoki obslugalarni tushuntirib berishimiz mumkin. Xo'p, bu avtomobilimiz yangi chiqqan MCM variant bo'lganligi uchun bunga programma proshivkalari hozircha yo'q, kompyuter nastroyga qilinadi, lekin avtomobil gazda cho'tki harakatlanadi. Bu avtomobilni videosini yaqinda gaz qo'ydirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ders yuborib qo'yish esdan chiqmasin.